Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Moho dasturida gradient zalivkalar berishni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi proyekt ochamiz. Yangi sloy ochib, oldin fonni chizib olamiz. To'g'ri to'rtburchakni olib chizamiz va biror bir neytralniy fon beramiz. Mana shunaqa seriya fon beramiz. Endi yangi sloy ochamiz. Masalan, agar biza yumaloq chizadigan bo'lsak, mana yumaloq chizdik. Endi bunga agar gradientni zalivka bersak, bu oddiy zalivka, to'g'rimi? Mana Ctrl+C, Ctrl+V qilamiz. Endi bunga gradient berib ko'ramiz. Mana bu yerda effekt degan narsa bor. Agar biz gradientni zalivka beradigan bo'lsak, mana bu zalivkamiz ishlamaydi, neaktivniy bo'ladi. Bu yerdan mana gradient tanlanadi. Gradient tanlagandan keyin bu yerda bizga o'zini standartni gradientini beradi. Agar OK bosadigan bo'lsak, mana oldin ishlatgan gradientingizdan kelib chiqib beradi. Buni o'zgartirish uchun o'sha rang beradigan instrumentni olib bosamizda, gradient turgan bo'lsa, mana bu 3 nuqtaga bosamiz. Gradientni bir nechta xil turi bor bu yerda. Hozir bizda lineyniy turibdi, ya'ni chiziqli. Gorizontal bo'lishi mumkin, vertikal bo'lishi mumkin yoki xullas bir tomonga qaratilgan. Lineyniy deb aytiladi. Agar biza radialniy qo'yadigan bo'lsak, mana bir nuqtamizdan ikkinchi nuqtamizga aylanasimon ravishda ketadi. Buni bunday qilsak ham bo'ladi, bunday qo'ysam bo'ladi, bunday qo'ysam bo'ladi. Endi gradientni almashlash uchun mana bu yerda ikkita nuqta bor. Boshlang'ich va tugallanadigan nuqtalari. Boshlang'ich rangi mana bu yerda ko'rsatib turibdi, o'rtasi. Shuni bosamizda 2 marta bossak, bizga palitra ochiladi yoki bo'lmasa bir marta bosib, bu yerga kirib boshqa rang tanlasak bo'ladi mana. Endi bu oxirgi tugallanadigan rang qora rang. Buni ham bosib xohlasak mana shuni bossak bo'ladi. Endi agar yana rang qo'shadigan bo'lsak gradientimizga, mana shu chiziqning o'rtasida xohlagan joyda turib 2 marta bosamiz. Mana 2 marta bossak yangi nuqta paydo bo'ldi. Bu nuqta rangni mana shu ikki nuqtani oralig'idagi rangdan mana shu yerdan oldi. Endi buni ham o'zgartirsak bo'ladi biza. Xohlasak mana oq qilsak bo'ladi. Mana xohlagancha rang bersa bo'ladi. Bu yerda masalan raduga qilib olsa bo'ladi. Mana bu yerdan esa ranglarni bir-biriga qo'shilish darajasini regrovka qilsa bo'ladi. Ya'ni boshqa bir rangga yaqin olib kelsangiz, yashildan qizilga o'tish darajasi tez bo'ladi. Qancha uzoqroq bo'lsa, yashildan qizilga o'tish darajasi shuncha ko'p vaqtda bo'ladi. Oq ham shunaqa. Qancha oraliq ochiq bo'lsa, shuncha yumshoq boshqa rangga o'tadi. Mana. Bu yerdan masshtabni bersa bo'ladi. Keyin yana bir narsani aytib o'tay, bu ham animatsiya qilsa bo'ladigan narsa.
Buni ham animatsiya qilsa bo'ladi. Ya'ni mana shunday bo'lishini animatsiya qilsa bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Keling, mana bu slowga kiramiz. Bu yerda animирование effektini bosamiz. Ya'ni bizning effektlarimiz, mana shu effektlarimiz ham animatsiya qilinishi uchun ключевой tochkalar ishlaydigan bo'ladi. Endi birinchi nuqtada turib Ctrl F ni bossak, boshlang'ich ключевой kadrlarni beradi. 6-ga kelib bunday qilsak, bu yerga kelib bunday qilsak, mana shunaqa bo'ladi. Endi buni sikl qilsak, mana shunaqa qilib effekt animatsiya qilsa bo'ladi. Xuddi biror narsani yonib o'chib turgandek, politsiyskiy radarlarga o'xshagan narsani mana shunday qilsa bo'ladi. Keyin keling yana bitta slow ochamiz. Bu yerga kvadrat chizamiz, masalan. Mana ko'rdingizmi, oxirgi qo'llagan effektimiz shu yerga berdi. Endi keling отраженный deganni bossak, ya'ni bir-biridan masalan qarama-qarshi xuddi ana kaleidoskopga o'xshagan narsalar bo'ladi mana shunaqa. Bularni ham mana shunday qilib effekt bersangiz bo'ladi, animatsiya qilsa bo'ladi multfilmlaringizga.